Arzon so'rovlarga Bolshevik Qazig'ovuldan sizlarga zo'r kompaktli 6 sutkli dokument kadastrlar hamma narsasiz notarius sanorsizlar bo'ladi. Tur atingizga o'tib yarim tayyor, ya'ni 70-80% tugallangan uy topib qo'ydim. Videoni oxirigacha ko'rsangizlar, xudo xolasa batafsil ma'lumot beramiz. Undan oldin Mang'itmaklar kanalini like, podpiskani bosib qo'yamiz va qo'ng'iroqchani ham qizartirib qo'yamiz. Mana shu uyimiz Bolshevik Qazig'ovulda joylashgan, umumiy maydoni 6 sutk, yarim tayyor, 70-80% tugallangan. Bolshevikning yo'lidan asfalt bo'lib, Qazig'ovulgacha kelib, shu yergacha xudo xolasa asfalt bo'ladi. Kirganimizda birinchi ko'chadan kirib kelganimizda mana shu uyimiz xudo xolasa sotuvga qo'yilyapti. Bu uyimiz chiroyli etib ishlanilgan, karbishdan qilingan, fundament so'killaridan e'tibor berasizlar, chiroyli etib qilingan, shipirlari qilingan, qaptalni yovish uchun tunika follari bor, tunikasi. Mana shu maydonda mana shu yergacha chegarasi hisoblanadi. Gazi, suvi, hamma narsasi bor, dokumentlari, hamma narsasi soz. Mana ko'rsangizlar bo'ladi, uyda shu holatgacha olib kelingan. Bu uyimizning narxidan shikarding narxda, chiroyli narxda xudo xolasa sotuvga qo'yib o'tirmiz. Ko'rsangizlar bo'ladi, chiroyli etib bostirilgan. Xo'p, mana shu o'rimiz. Endi uyning ichini ko'ramiz. Eshiklardan baquvvat, balandligidan baland. Misol uchun men minishga sal qiynalib o'tirman. Mana shu uyimiz xudo xolasa srochniy sotilishi kerak. Sotuvga qo'yilyapti. Ko'rsangizlar bo'ladi, ichki tarafi polniy qovuq suvoq bilan qilingan, karbishdan 100% karbishdan qilingan. Ustini ham chiroyli etib bostirilgan, e'tibor beramiz polniy. Bu yerimiz birinchi xonasi, ya'ni kuxnya hisoblanadi menimcha. Ko'rsangizlar bo'ladi, endi olgan odam o'zini moslashtirib olaveradi. Bu yerimiz bu tom bo'lsa, manaki bir zali. Bu yerimizda spalniy. Ko'rsangizlar bo'ladi, spalniyni. Bu yerimizda yana bir xonasi mana. Xo'p, reka bor, tunika bor. Yani shipirdan qaptalni yovishqa hech qanday hech narsadan muammosi yo'q. Mana shu uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu uyimizning narxini aytishdan oldin Mang'itmaklar kanalini podpisatsiyani bosib, qo'ng'iroqchani bosib, like qizartirib qo'yamiz. Mana shu uyimiz xudo xolasa 160 million so'm aytamiz. Yana tanizgani aytishib, tortishib, kelishadigan yerlari bor. Xudo xolasa quyidagi telefon nomerlaridan telefon qilasizlar, bog'lanasizlar. Xudo xolasa baraka qilamiz. Pullaringizni notariusda sanorsizlar bo'ladi, dokument ham narsasiz. Xudo xolasa tur atingizga o'tirib beramiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, sizlar bilan Mang'itmaklar kanali.